Tak, biz hozir Jalayirda biza bu ko'chani eni kattaligi mana shu uy sotilyapti. Hovli 8 uy, ozgina ko'proq kamroq. Fasadi 10 metr. Hozir butun hovliga kiramiz. Ichida 5 ta xona. Tak. İchkari tomoni mana bu uyi. Mana shu yerdan boshlanadi. Mabodo buni buzib tashlab, yangi qursa ham bo'ladi. Imkoniyat, sharoit bor. Hozir birinchi kat agarodini ko'ramiz. Mana bu agarodlari. Bu yog'i katta bo'lib ketgan o'sha agarodlari. Tak, eniga zati 12 metr, undan ko'proq va undan davomi. Mana bu yoq katta qismdan iborat. Katta joyi mana masjid. Bemalol mana shu yerda uy qursangiz, proyekt tushirsangiz bo'ladigan joy. Bu yoq bog'. Если что, naryoqni buzib tashlab, bu yoqda ham qursa bo'ladigan joydi. Mana shu setka chegarasi, mana bu setka ham chegarasi qo'ni-qo'shnilari bilan birgada. Plus mana masjidlargacha mana bu ularning zabori. Mana shunaqasiga hayvonlari o'zlari aylanib ketishar ekan. Tak. Mana masjid. В целом narxiga arziydigan hovlicha. Zo'r hovli. Olib bemalol qurib proyekt qilib yashasanglar bo'ladi. Imkoniyat, sharoiti bor. Uylarning ichkarisiga kiramiz. Tak. Uy ozgina ta'mir talab bo'lsa-da, zato qishda issiq deyishyapti. Oshxonalari. Ты можешь сюда ко мне зайти? Родители привели, и мы хотели пообщаться. Здравствуйте. Тетя, здравствуйте. Николай, как дела? Alhamdulillah. Не мешает? Не мешайте. Все нормально, отлично. Еще одна комната. Еще одна комната и дальше. Шли. Ну да? А за меньшую сумму уже никак. Можем сколько? Bu oxirgi xonasi. Все, но никак больше. Ну да. Mana shu hovliga startoviy $60,000 so'ralyapti. Yana ham kelishtirib beriladigan joyi bor.